Uyimizda bor mahsulotlardan keks pishiramiz. Uning uchun bizga 1 piyola qatiq, 100 gram sariyog', ozgina mayonez, 3 ta tuxum, 1 piyola shakar kerak bo'ladi va un kerak bo'ladi. Oldin qirg'ichdan chiqarib olamiz sariyog'larimizni, unga bulg'ab, yaxshilab ustidan razrixlichilab sepamiz. So'ng yaxshilab uvalaymiz. Uvalangandan so'ng tuxum solamiz. 3 ta tuxumimizni va 1 stakan shakarimizni solamiz. Ustidan 1 piyola qatig'imizni solamiz va 2 qoshiq mayonezimizni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Yetmaganiga unni solib, shunaqa massada xamir tayyor bo'ladi va bu xamirni tagini yog'lab, ustiga yong'oqli sepas, xohlasanglar ichiga ham sepsanglar bo'ladi va 180 gradus duxovkamizda pishiramiz. Ana shunaqa pishib chiqqandan keyin maxsus cho'plar yordamida, gugurt cho'pi yordamida ham tekshirsangiz bo'ladi. Ichlari pishgandan, orqalari ham tagiga olmagan, juda ham chiroyli pishadi. Ichlari yumshoqqina bo'lib pishib chiqadi. Agar sizlarga pirogim yoqqan bo'lsa, like bosinglar. O'zinglar ham pishirib ko'ringlar va do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar va saqlanich belgisini bosib qo'yinglar. Mana shunaqa yumshoq xamir issiqqina choylar bilan sovuq kunlarda mazza qilib choy ichsanglar bo'ladi.